Bo'ldi. Endi ko'rib olish kerak. Assalomu alaykum aziz ayollar. Mana konsultatsiyamizda qiziq voqealarni, qiziq holatlarni aytib o'tishi sizlarga aytgandim. Bugungi qiziq holatimizdan bittasi Sojida. Mana Sojidani biza necha yil oldin? 2 yil oldin. 2 yil oldin внутрипротоковая papilloma, sut yo'li papillomasi tufayli operatsiya qilgandik. Undan keyin hammasi yaxshi bitib, yaxshi bo'lib ketgan. Ko'pchilik ayollarni sut yo'li papillomasi tufayli men operatsiya qilganman. Ular hammaligisi bilishadi. Tug'ruq vaqtida, emizuvlik vaqtidagi ayollarga albatta eslataman, mabodo emizib qo'ymanglar, chunki men eng birinchi sut yo'llarini, birinchi tartibdagi sut yo'llarini olib tashlaganman deb tushuntiraman. Shu narsani men Sojidaga tushuntirgandim. Lekin u yog'ini Sojida o'zingiz aytib bering mana endi. Ha, siz tushuntirgandingiz menga. Men bu gaplaringizni eshitishni xohlamadim. Farzandli bo'lganimdan keyin farzandimga ko'zim qiymadi. Onasi to'la lekin aloqada bo'lib turganingizni ham ayting, что siz mana homiladorlik vaqtida albatta kelib turdingiz oldimga, Samarqandda turishingizga qaramasdan. Shunday, ha, keyin shu farzandli bo'lganimdan keyin doktorning gaplarini unutdim-da, farzandimga emizishga harakat qildim. Keyin ko'kragimda shishlar paydo bo'ldi. Nimaga emizishga harakat qildingiz? Chunki sut chiqyapti deb o'yladim. Chunki sut kelayotgan edi, chiqib ketadi deb o'yladim. Sut bezlaringiz to'ldi, sut kelayotgandek hissiyot bo'lgani uchun siz sut keladi deb o'yladingiz. Keyin emizdim, keyin issig'im chiqib, shunaqa kuchli og'riq bo'ldi. Keyin yana sizga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Ya'ni Sojidada nima bo'lgan bo'ladi? Mana sut yo'llarini men bloklab olib tashlaganimdan keyin o'ta blok bo'ladi. Sut paydo bo'laveradi, lekin tashqariga chiqa olmaydi. Ikkinchi tarafdan bo'lsa, ikkinchi ko'krikda o'ta operatsiya bo'lmagan, ikkinchi ko'krikda sut kelaveradi. Shu holat ko'pincha ayollarni aldanib qolishiga sabab bo'ladi. Ya'ni chiqa olmay qolgan ko'krikda bular искусственный, ya'ni sun'iy mastit chaqirganlar, o'zlari mastit chaqirib berganlar. Shu holat tufayli bularda issiqlari chiqqan, qizargan, ko'krak ishib ketgan, tanada o'sha qaltirash holatlari bo'lgan va yana menga murojaat qilganlar. Bu narsani yechimi bor albatta, lekin Sojidani og'riganda jonlari qiynaldi-da, joningiz o'zingizni qiynaldi. O'shaning uchun iloji boricha aziz ayollar, faqat meni emas, balki hamma vrachlarni aytganiga, ularni instruksiyalariga amal qilishga harakat qilinglar. Hammanglarga xayrli kun, xayrli soatlar, xayrli oylar, xayrli yillar tilayman. Hammanglar sog' salomat bo'linglar. Mana siz buni juda ham yaxshi qildingiz, yaxshi aytdingiz. Chunki menda qiynalmasin boshqalar. Aytib yaxshi qildingiz. Juda qiynaldim men, chunki bilaman, gafingizni olishim kerak edi. Chunki faqat o'sha vaqtda bolam ko'zimga ko'rindi-da. Hech narsani eshitishni xohlamadim. Bo'ladi shunaqa holat, chunki materinskiy instinkt degan narsa bor. U sizda prevarirovska, ya'ni ustun kelganda o'sha vaqtda. Shunaqa. O'zingizni siz chetga surib qo'ygansiz, lekin baribir o'zingiz qiynaldingiz-ku.